Azizlar, bu kvartiramiz 2+1. Shu projeni kvartirasi. Juda ajoyib, zali keng. Balkon chiqishimiz bor, ad-dushi. O'tirib bemalol dam oladigan variant. Kofe, choy ichib dam olib o'tirsanglar bo'ladi. Ko'rib turganinglardek dizaynni vafshi dahshat. Mana busiga 5 ketdim. Juda chiroyli chiqarishibdi. Молодцы. Zalimiz shu shaklda. Endi bu oshxonamiz, yopiq oshxona, o'zi отдельный. Mebellarni ko'rib turganinglardek mramor, как положено, yaxshi nimalardan qo'yilgan. Холодильniklari ham gaplashilinadi, yaxshi bitoy texnikalar qo'yilgan. Kirishimizni ham ko'rsatib o'tay, eshik orqasida qolib ketibdi. Juda ajoyib jihozlangan mebellari. Bu yer esa detskimiz, bolalar yotoqxonasi. Bu yer ham juda ajoyib. Bu yer общий sanuzel. Kir mashinanglarni qo'yib, boshqa mayda-chuydalarni ham qo'ysa bo'ladi. Bu asosiy spalni. Juda ajoyib, ko'rib turganinglardek mebellari. Hamma narsa sig'adi. O'zini отдельный sanuzeli bor bu yerda ham. Ichkarilarni ham ko'rsating. Azizlar, bu projemiz ham narxi juda chiroyli. Boya ham aytib o'tdim. Imkoninglar bo'lsa, investitsiya qilib qo'yinglar. Bunaqa imkon bo'lmaydi. Hozir Istanbulda ko'p projelarda yaxshi nima bo'ldi, skidka bo'ldi. Variantinglar bo'lsa, gazini bosib qolinglar deyman, tavsiyam. Bilasizlar, Turkiyada investitsiya qilsanglar, ko'chmas mulklar yiliga %50 o'sib ketgan vaqtlar ham bo'ldi. Yaxshi proje ekan, tavsiya qilaman. Yana boshqa projelarimiz bor. Kuzatishni davom etinglar, qo'yib boramiz. Sog' bo'linglar.